Assalamu alaykum, hörmətli Uyğur TV görülmənləri. Uyğur TV kanalımızın bugünkü söhbət proqramımızını görüşünlərini qarşılamız. Biz bugün bu proqramımızda Avropada aktiv xizmət qilib kelayotgan fəaliyyətçimiz Nəbican Əla əpəndi bilan söhbət qilmoqchi. Assalamu alaykum Nəbican aka, qanday ahvalınız? Aleyküm assalam. Aka aldı bilan ekran aldıq xeyrindaşlarımızga özünüzün bir tunuşturuş bilan proqramımızı başlagan bolsaq. Buldu. Assalamu alaykum hörmətli görülmənlər. Mən aldı bilən şu Uyğur televiziya stansiyasına Allah'a rəhmət eytimən. Çünki bu fürsətini bəgərlik üçün həm də bu münasibət ilə Uyğur televiziyasını təbrikləyimən, mübarəkləyimən. Neçə ildən bu yan izcil türdə şu Şərq Türkistanın xəbər və hər xil şəkildəki səhifələri də proqramlarını tayarlab xalqımıza yaxşı bir şəkildə proqramlarını berib atıdı. Bunun üçün mən bu yerdə Allah'a rəhmətimi bildirirəm. Sizə rəhmət, Allah razı olsun. Mən özümlə tunuştursam, mən 2009 ildən bu yan Şivsiyaga panalıq tilib şu yerdə yaşayıbam. Şivsiya vətəndaşı şu jarayonda özümüzdən qoldan kelişçə şu media xəbərçilik işlərində qolumuzdan kelişçə bir xidmətlərini qılıbatımız. İnşallah bunun kimi sizlərdəki hər qaysı televiziya stansiyaları ilə həmkarlaşıb, yəni yaxşı şəkildə xidmətlərini elib getdiyimiz deyə oylayıram. Rəhmət. İnşallah. Aka, siz şəxs sübutіңіз bilan bu davada uzun yıldan beri xizmət qilib kelyapsiz. Undaqda biz xalqimiz bugungi Sharq Turkiston davasida nima ishlarni qilish kerak va nima ishlarni qila oladi bu to'g'riliq suhbat bergansiz. Rəhmət, aldı bilan sorğan sualınızın aydıq sual oldu. Əmdə biz mühacirətdə, yəni bu şu qanday xidmət qila alayımız degan vaqtimizda biz həmmimiz özümüzə layiq imkaniyatimizə yarışa xidmət qila alayımız şu. Məsələn, Avropada olsun, meyli Türkiyədə olsun, meyli Amerika, başqa qitələrdə olsun, Uyğurlar hər qaysı təşkilatlarının yetəşlikdə meyli yalnız kişilik olsun, meyli kollektiv şəkildə olsun, nəmisi özünün imkaniyyəti yarışa xidmət qılıbdır. Məsələn, elib hesab olunan dedik, Abdülğani qardaşımız yalnız kişilik namayişini başladı, bir yılını açdı. Üstündə yalnız kişilik şəkildə özünün şəmiyyə dəmliş gündən paylanıb xidmət qılıbdır. İravanı anlatıbdır, zulmünü anlatıbdır. Mana bu özünün imkaniyyəti yarışa qılan xidmət. Bunun da başqa nurgun qardaşlarımız meyli şu Şərq Türkistan'da bulayotgan zulmünü axbarat şəkildəki xəbərlərini olsun, proqramlarını olsun, ingilis dili olsun və üzü turistlik dövlətlərin tilləri aylandırıb, onun üçün hər qaysı axbarat vasitələri elan qılışıbdır. Şuna oxşan şəkildə hər xil dokumentlarını tayarlayotgan qarindaşlarımız var, hər xil uçurlarını toplab, ularını bir şəkildə sunuyotgan qarindaşlarımız var. Məsələn, Norvegiyada ayna Dünya Qurultayının yetakçiligində arxiv ambarı quruldu. Bu yerdə müqaviləçilərin arxiv ambarları olsun və ya ki Şərq Türkistanda tutulğan, öldürülgən, ziyankeşlik uçurğan qarindaşlarımızın arxivləri turğuzulubdur, saxlanılubdur. Bu şəkildə həmmisi təşkilat şəkildə olsun, şəxsi şəkildə olsun, özünün imkaniyyətindən faydalanıb bir şəkildə bu dava üçün hərəkət qılıbdır. Demək, həmimiz şəxs sübutumuzdan mən bir gün özümüzdən sual soraq olacaq. Mən bir gün xalqımız üçün neymiş qılıb, mən neymiş qılıbatım, neymiş qıla alayım. Bilməm ya? Bəzilərimiz iqtisadiyyatı $10, $20 ayağa ataya alayımız. Şunamı? Bəzilərimiz vaxtımızı ataya alayımız. Bəzilərimiz çox deyən üzümüz nesini silib, aynı vaxtımızı, zehnimizini çıxıb bir şəkildə çox, məsələn, Germaniyadakı arışma bir enimiz var. Yaxına yaxınlıqdır. Demək, müştəq şəkildə yalnız kişilik olsun, kollektiv şəkildə olsun, təşkilat şəkildə olsun, həmimiz özümüzə layiq bir xidmət qıla alayımız. Şunun üçün müşini həmimiz özümüz imkaniyyətimizi yarışa, bunu çıxış noxtası qılıb, mən neymiş qıla alayım degəngə sualla qoysaq, onun cavabını tap alayımız da boylayız. Rəhmət aka, ondaqda bugün Wuhan virusu bütün dünyada bir gün tərtibi kelyaptı. Bütün dünya təhdid bulubatdı. Muş günlərdə bizdən Şərq Türkistandakı cəza lagerlərə qandaq təsir bola və şundaqla muhacirət yaşayotgan bizlər bununla qandaq pozisiya bildirişimiz kerak? Bu şəxs söz qılmaysınız. Rəhmət. Əmdə bu virus deyilimizdək bütün dünyanın təhdid edib gəldi. Hazır bilişimizcə 37-38 dövlətə tarqalğan oldu. Bütün dünyanın bir diqqət etibarını qozğaladıdı. Demək, bu virusun gəlib çıxışı, o şəkildəki qandaq oyun oynadıdı, bu yerdəki şəkildəki məsələ üstü toxtalmayımız. Bir yerdəki sualığa yarışalım mən, şu dünyaya tarqalğan bu virusun, Xitay virusunun bizning Sharq Turkistondagi lagerlardagi qarindoshlarimiz qanday xavf olib keldi va yoki Sharq Turkistondagi xalqimizga qanday xavf olib keldi degan nuqtaga to'xtalsam,
Bu virus hemmemiz bilgandek bu iliqi özlügidən çıxıb qalğan yoki şəpərəngdən çıxqan yoki hayvandan çıxqan narsa emas bu. Bu Xitay özü bir qolluq işləgən, bir qolluq özünün yaman niyeti üçün keşif qılınğan bir virus bu. Bu virus iliqi bizdə bir maqal təmsir var. O'rni kim qo'lsa o'zi tushidi deydigancha. Demak Xitay bu o'rni başqalar üçün qo'lg'andi, ammo o'zi tushib ketdi. Ham tushyotidi. Inshaalloh tushkisi, chunki Alloh ular zalimlar o'ylagan hilmikirdin beter hilmikirni berbat qilguchidir. Buning uchun biz bu yerda Sharq Turkistondagi qarindoshlarimiz qanday xavf keladi? Hozirgi uchurlarimizda anglashlarimiz qaraganda Sharq Turkistondagi lagerdagi jazo lagerdagi qarindoshlarimiz maska taqib qo'ygandek bir ahvollar bor. Bu eng nima o'tkili deganda nurg'un qarindoshlarimiz bu to'g'riliq programma ishlabdi. Alloh razı olsun. Demak bu o'tganlar, ya'ni lagerga qanday kirib qoladi bu virus deganda birinchisi o'sha Gundupay yakomuz qurolliq saqchi qismidagi kirdi eng avval, chunki ular ismini olmishdi, uyga qaytadi va yoki jamiyat bilan bevosita uchrashadi. Yana birisi shu deganda shu yemak-ichmak yoki bo'lmasa turmaga aslaha tushug'ichi xodimlarning vasitasidan qilib kirdi. Yana birisi shu deganda dars berayotgan, tarbiyalash ilib berayotgan o'qituvchi va yoki boshqa shakldagi formaliq saqchilarning ularning vasitasidan ilib kirdi u yerga. Chunki ular jamiyat bilan abam deganimizda uchrashish biroz yuqori bo'ladi. Buning uchun ularning vasitasi orqali kirishi mumkin. Ammo ularni malkin dezinfeksiyaga kirgan taqdirda bu virus az deganda 14 kun insonning badanida yoshirin holatda turadi. Bunda inson shu yuqumlar uchun o'zini bayqay olmaydi. Bu ahvol ostida bunda kirish avamqidek 3-4 nuqtadan bu virusning singib kirish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Ammo avval Janob Allohga biz yelenimiz, Cenab-ı Allah'tan sorayımız, Allah muş qarindoshlarimiz mushu Xudo İbrahim alayhissalomning Namrudning o'tidan saqlab qolgan, Allah Firavunning ziyonkashligidan shu Musa alayhissalomning qavmini saqlab qolgan, Allah mushu Sharq Turkistondagi shu musulmonlarni Allah secde qilgan, Allah uchun qulchilik qilgan musulmonlarni. Onun için bu musulmonlarni Allah qo'g'dab qoladi deb bunun ümidimiz ve ishonchimiz var ve Allah'a şunda deb dua qilamiz, yelinimiz. Şuna bilan birga bunun sebebini, bunun uchun oldini olish uchun qanday qilamiz degan vaqtida biz hozir kun tartibda turayotgan mushu virusning turtkisida biz dunyo oldini oldi. Dunyo o'zining har xil shaklda Xitoy pasportidagi Xitoylarni shu o'zining chekisini kirishni to'sdi. Ham bayqalganını yoki bo'lmasa burun Xitoyning pasportida yashayotgan mayli Angliya bo'lsin, mayli g'arb ellardagi Xitoylarni har birisini doktorxonaga olib tekshiryotdi. Ularning uchun badan shu virus bormi? Agar durib qolib qolsa, ularni darhol shaklda arib shaklda kuzatishni davomlashtiryotdi. Demak, buning oldini ola oladi. Ammo shu deganda abamqi deganimizdek bizning lagerning ichidagi turmadagi qarindoshlarimizni Xitoy buning tadbirini olamdi, olmamdi. Hattoki mana bugungi kunga kelganda videoda uchur vositalar shuni ko'ryapmiz. Xalqimizning u yerda yemaklikning, hattoki uyda qapsilib qolgan xalqimizning yemaklikdan qiynalib hatto yemaklikning pulini setib oladi. U kartada pul bo'lmasa, naqd pul bo'lmasa, ishlab pul topmasa, u nimaga kelib yeydi uni? Uydagi narsalar qanday qiladi deganda, hatto ochliqdanmi normal aylıklarının bunda açlık tehdidi uchrayotganidek ma'lumotlar bor. Endi bundan biz dunyo xalqiga qanday anlatamiz? Qanday dalil isbotli shaklda buni yo'ritib, dunyo xalqining istoshlik bilan, yordami bilan, sababi bilan bularni qanday qutqizib qolamiz qarindoshlarimiz degan nuqtada dunyodagi faoliyatchilarimiz, tashkilotlarimiz olsun ciddi şekilde bunun için izlanyapti. Endi xalq bo'lish sifatimiz bilan biz hammamiz andish qilyapmiz. Boshqa tehditlar va bu zarlash bilan endiş qilishlarla işimiz olmaydı. Evet. Bunun çaresini tepişimiz gerek. Bunun en önemli çaresi hemimiz qılalaydigan bir usul var. Nima deganda biz xuddi mito men Uyg'ur deganni qilgan o'xshash hashtag shaklda mushu Sharq Turkiston lagerdagi qarindoshlarimizni mening qarindoshim virusning tahdidga uchrayapti degan hashtag shaklida o'tirg'i chiqa olamiz. Buni sizlarning kerak Uyg'ur televiziyasi olsun, Istiqlal olsun va yoki dunyodagi shunday kollektiv va yakka shakldagi axborot merkezlerimiz arqali buni keng tarqatishimiz kerak. Mayli mushu ijtimoiy uchur vositalardagi Facebook deymiz, Twitter, Instagram va shunga o'xshagan WhatsApp bu qurollarni unumli paylaşishimiz kerak. Hammamiz har kuni
bir kun deganda shu hashtag shaklidagi bo'lsin yoki bo'lmasa tuqqanlarimiz lager jazo lagerda guvohlik beryapmiz. Mushu qarindoshlarim Xitoyning virusini tahdidga uchradi degandek ovozlarimizni kundagidek, sekund, minutdagidek anglab turishimiz kerak. Shunda bo'lgan vaqtida bu masala kun tartibga keladi. Ana kendicho Xitoyga yolg'onlardan bika qildik jazo lagerini, voy biz bo'sh tuvatdik, adamni uyquga qo'ydik degan odamni ko'rsat. Yoki bo'lmasa buningcha sen qo'yib bermading. Sen buningcha hayoti tahdidga uchradi. Sen buni erkinlikka chiqarishing kerak. Bu chunki bu toplumni yerda, ya'ni to'plashgan yerda bu virus ya'ni ishtikor qo'ydi ham u yerda sog'lomlikning oldini olish yoki dezinfeksiya qilish, bir maska taqib qo'yganlar ish olmaydi. Bu maska faqat kasallikning oldini olmaydi. Bu faqat bir vaqtlik mudofaa. Har qachon u og'zida turib tomoqni maskani ichida yemaydi-ki. Buning uchun biz mushu narsalarni yo'ritib berib, mushu narsalarni kun tartib turgan vaqtimizda, tutib turgan vaqtimizda anandikan aqidashlarimiz shu qarindoshlarimizni qutuldirishga bir harakat qilgan bo'lamiz. Buning uchuncha izlangan bo'lamiz. Shuning uchun biz vahimalar emas, biz nima uchun qaysi yo'lda chiqish qilib boshqa qarindoshlarimizni qutqizish uchun harakat qilamiz degan nuqtada bir qatim namoyish qilishlar yoki bo'lmasa bir qatim iya verib nima qilib qo'yishlarla hal olmaydi. Bugungi guvohlarning kun tartib turishi, bugungi Sharq Turkiston masalasining bugungidek kun tartib turishi nimadan bo'ldi desanlar, ijtimoiy taratqularda mushu tinimsiz nurg'un guvohlarning maydonga chiqishi, tashkilotlarimizning buni shu o'rtaq shaklda harakat qilishi bilan zich munosabatli deb qaraymiz. Shuning uchun bundan keyingi nimalarimizni biz Sharq Turkiston masalasini mushu ijtimoiy abam qilganimdek mushu axborot vositalari, dunyodagi cho'ng axborot vositalari bizning nerdan oldi bizning kuchini desangiz, mushu bizning Facebook'dagi tarqatgan ijtimoiy tarmoqlardagi nimadan oladi. Shuning uchun biz bu tarmoqlardan unumli foydalanishimiz va doim zerikmay, terikmay qitbamidagi qo'yapmidagi voy menda oldiga buning nima foydasi bo'ldi demay, buning uchun tinimsiz izlashimiz kerak. Anandagi buni aytishimiz deb qarayman. Rahmat aka. Hozirgidek Sharq Turkiston davosida tashviqot sohasi intayin muhim bir o'rinda turibdi. Mushundaq bir vaqtda xabarlarning to'g'ri bo'lishi uchun qaysi nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak, qaysi manbalardan foydalanishimiz kerak? Rahmat. Endi shu xabarningki tashviqotda endi hozir shu urushimiz tashviqot urushi bo'ladi. Bu urushda biz unumli shaklda g'alaba qilishimiz uchun biz haq tarafda bizning qilayotgan narsamiz to'g'ri, yolg'on yo'q. Xitoynigidek har qachon yolg'onni va yoki bo'xtonni va yoki har xil shaklda tuhmat aralashtirib olmadik. Bir shaklda unda bo'lgan ekan, biz bu haq tarafdagi tashviqotimizni qanday kuchlantiramiz yoki bo'lsa buning manbasini qanday shaklda chinligini oshira olamiz degan nuqtada o'zimizning hayojini bilan, hissiyotimiz bilan yoki biz bilmagan ko'rinishlarni yoki o'zimiz tushunmagan boshqa bir sabablik bo'lgan videolarni bu yerda Xitoyda bo'lgan ish yoki bo'lmasa vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan ko'rinish deb madax shaklda xato uchur berib qo'yishni ehtiyot qilsak bo'ladi. Mayli shaxs bo'lish sifatimizdan, mayli bir shu xabar taqdim bir kanal bo'lish sifatimizdan buningda naiti kelgan mayli ko'rinishning olsun, rasmning olsun va yoki xabarning yozmasining bo'lsin, buningda naiti kelgan manbalarni bir necha yerdan surishtirib qilishimiz kerak. Şəxsən mən bir xəbər uçur egallagan vaqtimda, mayli vatandan bo'lsin, vatan sirti bo'lsin, bir necha axborotga murojaat qilamiz uchun. Masalan, vatandan elegan vaqtimizda bir odamning gapini emas, shu odamning gapining uchuриga asosan boshqa necha bir odamlardan amal bor. Vatanda turayotgan shu xabarga doir bir necha odamdan shu nuqtada savol sorishimiz kerak. Olinki o'xshash nuqtada bir 50%, 60% yaqin kelgandan keyin aniqani xabarni taqdimiz. Shuna o'xshagan shaklda mesela vatan sirtidami biz bir necha Xitoycha matbuotlarga yoki bo'lmasa chet el matbuotlariga qaraymiz. Shundan eng yaqinini, eng ko'p shakldagi nim bo'lganini tanlab ishlatsak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Anandagi xabarlarda hayojonimiz bilan bunday bir shaklda o'zimizning kelgan xiyoli yoki o'chmanligimizni asos qilib emas, asosli shu shakldagi xabarning manbasini asos qilgan shaklda aniqendi uningdagi u yerda yo'ritib berish yoki bo'lmasa uningdagi farazlarimizni, o nimalarimizni o shaklda bayon qilsak to'g'ri bo'ladi deb qarayman. Lekin nuqul holda bir shaklda hayojon bilan aniqini ilibla voyda bo'pti deb lamada qilib qo'yish, Turkiyada bu narsa bek umumli sho'g'liq, turklarda bu masala anda shaklda emasda biz eng muhimi anandan keyin xabarlarimizningki
bir necha nuqtada qilib etgandan keyin inkani tahrirlash. Bu tahrirlash bosqichida xabarlarimiz naytdi mayli imnosi bo'lsin, mayli uning rasmlarimizdan qistirilishi bo'lsin. Bu shakllarga naytdi izchil diqqat qilsak, naytdi yaxshi bo'lib qarayman. Şuna hamda hozir chet el biz vatandan uçur egallashimizni tasvirlab ketdi 1-2 yildan oyog'i. Undan keyin bizga asosliq shu cho'ng matbuotlar, mayli inglizcha bo'lsin, mayli fransuzcha bo'lsin, mayli xitoycha, mayli arabcha bularga diqqat qilyapmiz. Shu ladimmi bir necha axborot vositalarini o'rtaq elib turib, undan keyin o'rtaq shaklda to'g'ri yerlarni ishlasak, nayt yaxshi bo'lib qarayman. Hamda xabar qistirib qo'ydiganim xabar mayli teşviqat yana bir rol var. Biz bu yerda uçurni dal yetkizib berishlam emas. Bu bir tarafimiz. Yana bir tarafimiz var. Teşviqat xalqni tarbiyalash va yetaklash rolini egallash kerak. Agar xalqimizni tarbiyalab, yetaklash rolini teşviqatni olib qarasak, vaqtda biz mag'lub bo'lamiz. Biz o'xshashli bir shatutlik bo'lib qolamiz. Ya'ni xabarni ilib durtlik qilib qo'yamiz. Ammo bu maqsadimiz emas. Bu bir shakli uning. Ama en asosli yetmekçi olan narsa bizdeki meyli programma şekilde olsun, meyli haber şekilde olsun, xalqimizni tarbiyalash. Bizning mushu söhbetimizdan xalqimiz qanchalik narsani egallaydi. Bu bizdeki tarbiyalash bo'ladi. Tarbiyalangan xalqni ankani yetakli bir nuqtaga. U tarbiyalanmasa uni qo'pab qarqoyib, "O, ayog'i bilet tashlanglar" desa, u bilet tashlashni o'qimasa, saylamni o'qimasa, saylamni tushunmasa, tushunammi? O'zining saylamoqchi bo'lgan u rehberini, reisini bilmese o qanday saylayoladi? Misal qilib aytsaqda. Shunda. Shunga o'xshagan shaklda biz xalqimizni yetaklaymiz deydiganmiz, avval tarbiyalashimiz kerak. Tarbiyalash umumiy eng cho'ng vositasi nima deganda, shu media orqali, axborot vositalarimiz orqali tarbiyalash. Bu nuqtani ching tutsak, inshaalloh. Hozir mana yana bir nuqtani deylik, qaranish. Hozir biz mana Sharq Turkistonning nayt zil vaqtda turyapmiz. Xitoyning ojizlashgan, Xitoyning zavolliq yuzlangan, aloqasizlashgan vaqtda turyapmiz. Biz bu vaqtda vatanimiz Sharq Turkistonni qo'limizga elish va uni xalqimizni qutqizishga biz tayyormi emasmi muhojiratga Uyg'urlar? Bu masala bor. Bu masalada avval o'zimizni biz tarbiyalandikmi? Biz tarbiyalangan bo'lsak, xalqimizni yetaklay olamiz. Agar biz tarbiyalanmagan bo'lsak, mayli tashkilot bo'lish sifatimizdan, mayli shaxs bo'lish sifatimizdan biz 10 yil, 20 yil yashapdik vatan sirtida. Biz bir şekilde terbiyelenib, biz bir şekilde vatanimizni qanday elishni, vatanimizni qanday tutishni, vatanimizni qanday boshqarishni bilinmasak, vaqtida vatanni bergan taqdirdami tutib turolmaymiz. Tushunammi? Uning uchun vatandagi xalqimiz sog'lom, vatandagi xalqimiz tayyor, ammo biz vatan sirtidagi shu vatanni olama, vatanni qo'limiz boshqarma, vatanni xalqimizni yaxshi baxtli hayot kechirgizma deydigan muhojiratdagi tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, biz tayyor bo'ldik, bo'lmadik. Buni o'zimizga savol qo'yish bilan birga, anandan keyin o'zimizni tarbiyalash bilan birga xalqimizni tarbiyalash va yetaklashni asos qilsak, biz inshaalloh ko'zga maqsad yetalaymiz. İnşallah. Rahmet aka, Allah razı olsun. Bugünkü söhbət proqramımızı köygen xalqımızmı, qeyrindaşlarımızmı bunundan özünü sual qoyub, özünü bir közdən keçirib deb oylayma. Xalqımızga köpdən köp payda ep killo deb oylayma inşallah. Rahmet, men bu köpçilikке alayda rahmetimni bildirmen, hem Uyghur televiziyasiga rahmetimni bildirmen. Şununla birge bizning gapimizning to'g'ri yerlarini qabul qilib, xato yerlarini tashlab qo'yishni umid qilaman. Shunday rahmat. Shunda hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mishada oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar. Men Muhammad Amin, Allohga emanet.